Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmetli qarindaşlar. Sual ve cevap namlı programımız arqılıq sizler bilen yeni yüz görüşdük. Programımızın aziz mühmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Mahmudcan Damallam. Ben programın riyasatçısı Abdülahad Ucat. Hörmetli Damallam, kıymetli vaxtlarını çıkılıp programımızga bəgələyib şu üçün rahmet, Allah razı olsun. Kızgın karşıladınız. Hürmetli qarindaşlar, programımızın bugünkü bölümünde dinde zorlaş yok. Bir Müslümanın İslam'dan çıkıp gitiş hakkı var mı? İslam'dan çıkışının hükmü ve cezası nime? Dinin malum kısımlarını itiraf kılış, kılmaslık ya ki onu meshir kılışının ki hükmü nime degan suallarga cevap verip ötümüz. Diqqətinizə programımız olsun. Tamamlam programımızı başlasak birinci sualdan. Hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'nin Sure Bakara 256. ayetinde La ikrah fid din, yani dinde zorlaş yok degan bir ayet var. Bu ayet nemdi? Qanday tushunimiz? Bunu da mufassirlar marxil bayonlarni o'tirib qo'ygan. Bizningki hozirgi jamiyatimizda bir xil tushunishda har xil ixtiloflar bo'lyotidi. Mushuni bir uchuqdan bir o'ssizlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sümme amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetlik körürmenler ve karındaşlar, Allah subhanahu ve taala hemmimizni bugünkü bu filgramımızın yaxşı fayda elip toğru düşünce bilen çıkışık nisip etsin ve şundaqla bizni toğrunu sözleşke ve toğrunu oturup koyashqa Allah nisip etsin. Yuqorida oturup koyulgan Allah subhanahu ve taala'nın Kur'an-ı Kerim'deki özünün ulug'ligi, kattaligini bayan qilgan Ayetel Kürsi ayetinden keyin La ikraha fid dini qad tebeyyene rushdu minel gay femen yekfur bit tağuti ve yu'min billah faqad istemseke bil urvetil vusqa la infisame leha vallahu semi'un alim degan bu ayetning mazmuni bugünkü bir qism kishilar mayli Uyghur musulmonlardan bo'lsin va yoki boshqa men musulmon da'vatgan kishilardan bo'lsin, bu din deganda diniy erkinlik, diniy ixtiyorlik, dinde hech qanday zo'rlash yo'q. Bir odam nimish qilsa hayotda bo'laverdi degan nuqtani, degan mazmunni tushundirmaydi. Oyatning qisqacha ma'nosi hech qanday bir odamni dinga kirishga zo'rlashga bo'lmaydi degan mush nuqta, mush mazmun. Nima uchun desa, bu din degan bu i'tiqod, ya'ni qalb bilan e'tiqod qilish degan bo'ladi buning ma'nosi. Al-i'tiqod degan nima desa, bir insonningki ma'lum bir narsaga o'zining qalbi, vujudi, umumiy tuyg'usi, hissiyoti bilan bunga e'tiqod qilish, ishonish deganlik. Bundaq ishonish, bundaq e'tiqod qilish, bundaq suyish, bundaq yaxshi ko'rish tabiiy holda bir insonni majburlash bilan vujudga chiqmaydi. Majburlash bilan mayli turmuq so'rayman deb yoki qurol bilan seni o'ltiraman deb yo jazolayman deb dinga kir desa masalan, tabiiy holda bu har doim sharoit bundaq bo'lmaydi. Shundaq fursat kelsa bu inson chuqum bu majburlangan dindan, majburlangan fikrdan, majburlangan e'tiqoddan chuqum yenishga tayyor. Ve shundaqli shu e'tiqod qarshi kishilar bilan hamkorlashib, shu din egisiga o'rtaqcha qarshi turishga ham tayyor. Shuning uchun bu bizning vatanimizda masalan umumiy ko'rilgan 70-yillarda kommunist Xitoylari bizning xalqimizning kommunizmga cho'qinish, mavzuni cho'ng bilish masalan nurg'un narsalarga majburlagan. Nurg'un narsalarga majburlangan vaqtda xalq o'zining hayotini qo'g'dab qolish uchun ma'lum ishlarni qilgan bo'lsa-mu, shundaq fursat berilibdi
xalqçu, yani özünün əsli, toğrı, sağlam deb etiqad qilgan islomiga, özünün diniga qaytgan. Şunun üçün İslam dini hech qandaq bir insonni başta bu dinga kirsan deb mecburlab dinga ekirmeydi. Bu yerdeki mesele nima? Muş ayetninki şu sebebiga qaraydigan bolsak, alimlerimiz bu ayetning şu sebebida haqida bir necha xil qarashni o'ttirib qo'ygan. Buni eng kuchliroqi, yani Abu Davud rahimahullah o'zining kitobida bayon qilgan va boshqa Ibn Jarir at-Tabari o'zining tafsirida bayon qilgan vaqalik nima desa Ibn Abbas radhiyallohu anhudan. Ibn Abbasning bu hadisida shundoq bayon qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Medine kelishdan burun odatda Medinada Yahudilar va shundoqla Arablar bati. Arablar vatani butparasti, Yahudilar cho desa, bular kitobga e'tiqod qildiganlardi. Shundoq bo'lg'achqa ma'lum ayollar masalan ballari tur uylab ketsa, tug'id ekan balasi uylab ketar ekan, tug'id ekan balasi uylab ketar ekan. Bunda qo'yib qolsa, qanday qildi ekan desa, Yahudilarni kitob berilgan bo'lg'achqa o'zidan afzal deb qaragan bo'lg'achqa, mening balam buda tug'sam hayot qilib qolsa, men bu balani Yahudilik berman. Yahudi diniga e'tiqod qilib, Yahudining bo'lgan ayollarni imib, mushundaq cho'ng bo'lsa deb nazr qildi ekan, shuni va'da qildi ekanda. Va'da qilib, shunda Avs qabilasidan necha ayollar o'zininki hayot qolgan ballarining kichigidillamcho Yahudilarga berib etgan. Berib etgandan keyin bu ballar shu analarni imib, shularning ichida cho'ng bo'lib, Yahudi bo'lib cho'ng bo'lgan. Cho'ng bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keyin Madinaga kelib, islom tarab, islom gullanib, boshda tinchlik bilan yashagan bo'lsa-mu, Yahudilarning xiyonati bilan Yahudilarni Madinadan qo'g'lash buyrug'i Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan vaqtda bularni qo'g'lagan. Qo'g'lagan vaqtda heliqi ballarningki ota-onasi berib, u ballani tutib olib, qanday gap bu? Biz o'zimiz jannat kirsak, bizdan bo'lgan bu ballarimiz davzax kirib ketsa, Yahudi bo'lib, qanday bo'ladi? Cho'qim bo'lni islomga akirishimiz kerak deb ballarni Yahudining ichida cho'ng bo'lgan ballarni shu islomga akirishga zo'rlagan. Shu vaqtda bu oyat tushgan. Ya'ni la ikraha fid din. Yani bu yerda dinni zo'rlash yo'q. Sizlar bu ballaringizni Yahudi bo'lib cho'ng bo'lgan ballarni o'ldan tatib elib, sen musulmon bo'luting deb majburlash sizlarning shu haqqinglar yo'q degan oyat tushgan. Demak, buningdan kafirlarni mayli Hristiyan bo'lsin, ahli kitob bo'lsin, mayli boshqa kafirlar bo'lsin, islom diniga kirsan deb majburlash islom dinida yo'q. Shariat buni cheklaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu koinotni yaratgan. Allah Qur'oni Karimda nima deydi desa, "Vallazi xalaqakum faminkum kafirun va minkum mu'min." Allah subhanahu va taolo sizlarni yaratdi, ey insonlar, bütün inson ballari, sizning ishingizdan yaratgan Allohni inkor qildigan, Allohga kafir bo'ldiganlar bor. Va sizning ishingizdan Allohning birligi va borligini e'tirof qildigan mu'min musulmonlar bor deb o'zininki umumiy koinotdagi bir qonun prinsipini o'ttirib qo'ydi. Demak, bu koinotda kafirmi ba yashaydi, musulmonmi ba yashaydi. Shuning uchun kafirni sen musulmon bo'lsan deb majburlashga, zo'rlashga bo'lmaydi. Dinimizda olimlarimiz ayirdi, kufrga erkinlik yo'q deydi. Yani bir müminning kafir bo'lishiga erkinlik yo'q. Lekin kafirlar uchun erkinlik var. Azaldan kafir bo'lgan, azaldan ashundaq kafir jamiyati tug'ilgan, kafir ota-onadan tug'ilgan, o'zining qandaq e'tiqod bo'lishidan qat'iy nazar yashayotgan insonlarga erkinlik bor. U yashaydi, o'zining diniga qanday diniga e'tiqod qilgan bo'lsa, lekin bir musulmonning kafir bo'lishiga erkinlik yo'q deb bayon qilgan. Xo'sh, tamam, bunda da yani asli dinni qabul qilishdan burun dinni qabul qilish qilmaslik erkinligi bor. Ama qabul qilib bo'lgandan keyin uni chiqitish erkinligi yo'q. Kirishga zo'rlash yo'q, ama kirib bo'lgandan keyin chiqitish erkinligi yo'q. Tabii. Bu xulasa shu bu nimaga o'xshaydi desa, masalan bugungi kunda ma'lum bir inson o'zining vatanidan, o'zining davlatidan chiqib, boshqa bir davlatdan
fuqarolik, nüfus almoqchi. Nüfus elishdan burun bu insan şu devletin kanuniga bo'ysunishni talab qilinmaydi bundaq insondan. Masalan, bir devletin fuqarosi, men hozir biz Turkiyada yazsak, masalan, bu yerda turib Amerikadagi ya Yevropadagi bir devletning qonuni bilan yashash bizdan talab qilinmaydi. Lekin qandaq bir inson Amerikaga bordi, Angliyaga bordi, men shu yerga nüfus o'taman deb kimlik uchun sungan vaqtda bu inson cho'qim nurg'un narsaga qo'l qo'ydi. Shu qo'l qo'ygan narsalarning qatorida men mush davlatdagi qonun tuzilmaga rioya qilaman deb qo'l qo'yib, undan keyin nüfusni oladi. Shuning uchun har qanday bir inson musulmon bo'lmoqchi bo'lsa, cho'qim bu insonga biz siz ma dinni o'ylanib kiring. Ya'ni to'g'ri, haqiqatni to'g'ri yetkazib, dinning go'zalligini to'g'ri yetkazgandan keyin obdan o'ylaning. Hozir siz kirishdan burun erkin. Kirish kirmaslik bu siz tanlaysiz buni. Lekin kirgandan keyin buning mas'uliyati bor. Buning uchun qilish tegishlik odatda talablari bor. Buni ijro qilishingiz kerak deb to'g'ri tushundigan asosda dinga kirish lozim. Kirgandan keyin xuddi bir davlat fuqarosi bo'lgan inson shu davlatning qonuniga bo'ysunib yashashga majbur bo'lgandek, musulmon bo'lgan inson cho'qim islomning qonun prinsipi bilan yashashga majbur. Agar bu dunyoda xilovlik qilib, masalan, ma dunyoda qonun xilovlik qilib qutulib qoldigan ahvollar bor insonlarning ichida. Masalan, qanday bir davlatning qonuni xilovlik qilib, bular g'aybni bilmay u adam qutulib qolgan bilan, lekin ma dinni desa bizning qilayotgan hamma ishlarimizni bo'lib turadigan, bizning oshkor maxfiy ishlarimizni bo'lib turadigan, ilohga e'tiqod qilgan bo'lganligimiz uchun agar ma'lum bir inson jinoyatni qilib, bu davlat bo'lmaganligi uchun ya islom qonuni, islom davlati bo'lmaganligi uchun yurgizilmadi, buning jazosi berilmadi. Berilmaganligi bilan bu inson qutulib ketmaydi. Cho'qim buningki oxirat kunda cho'qim hisobi va bu xuddi bir inson, masalan, yanjuqti puli var inson mashina ilishdan burun erkin. Mesela yo'lning qanday bilan mang'idi. Piyoda mang'an adam siz alohida ya tatu mang'ibsiz ya o'ng mang'ibsiz deb uningga jiq rioya qilish talab qilinmaydi. Nima uchun desa, u boshqalarga ziyni yo'q. Masalan, lekin o'zining erkin puliga yanjug'idiki qanday xajlis bo'ldigan pulga bu adam o'z ixtiyorligi bilan mashinadan bijni oldi. Mashina olgandan keyin cho'qim bu inson boshqalarga ziyon yetkazmasligi, o'zigimiz ziyon yetkazmaslik uchun qatnash qonuniga rioya qilib menish lozim. Xuddi shuningdek ahvol bu. Bu yerda asosiy maqsad ikki nuqta ekan. Bir, masalan, bir kafir musulmon emas, buningki başta dinga kirish kirmaslik erkinligi bor, bu bir masala. Ama kirib bo'lgandan keyin o dindan xohlagancha chiqish haqqi yo'q. İkinci mesele aynı şekilde başka bir kafirni dinga kiring deb zo'rlashmi yo'q yani. Tabii. Bu xulasa bo'ldi. Endi keldik bir qism kishilar shu yuqorida deb o'tgan oyatni, masalan, la ikraha fid-din degan oyatni dalil qilib turib, Qur'onda shunday bag'o deb, ya'ni o'zi musulmonlikni iddo qildi, musulmon tug'ilgan bir odam. Bu hamda dinni zo'rlash yo'q. Deb qo'yib, men xohlasam namoz o'qiyman, xohlasam o'qimayman, xohlasam bular qilaman deydigan shunday bir ideyadagi insonlar bor. Ya'ni qalbimni Alloh bildi, sizning nima ishingiz deydigan. Bu oyatni masalan shunday qilishi to'g'rimi hamda? Bu albatta qat'iy to'g'ri emas. Zodi shuning endi haqqi bormi? Yuqoridami deyildi va yana qayta takrorlash tegishli nuqta nima desa, biz biraz inchike masala bo'lgan ekan. Turkiyada uchurtdi emas, masalan, oy sen musulmonkan, ro'za tutsamamdu, yana namoz tutsamamdu, men tutmagan bilan qalbimni Alloh bildi. Sening nima ishing? Erkin, hurman deydi. Bizning Uyg'urlarning ishidimi yo'q emas. Ya'ni mushuni hamda biraz ochiq bo'lsak. Allah Qur'oni Karimda mushundaq dinning ma'lum qismini itiraf qilib, buni iymon keltirib, boshqa yerlarga iymon keltirmaganlarni nima dedi desa, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Yani sizlarga tushirilgan vahiyning bir qismini itiraf qilib, bir qismiga iymon keltirib, yana bir qismiga kafir bo'lamsizlar deb aytildi, buni so'kdi. Shuning uchun
Müminlerin nimigi buyurdu dese ya eyyuhellezine amenu dukhulu fis-silmi kaffe. Sizlar ey müminler bu İslamga umumyüzlik kiringlar. Yani İslamның umumyüzlik yüzünü icra kıla alaydigan her qandaq işni qilish niyeti bilan, qilish arzusi bilan, qilishga bo'lgan muhabbat bilan dinga umumyüzlik kiringlar deb buyurdi. Shuning uchun biz musulmon müminlar chuqum her qandaq vaqtda aşı la ikraha fid din yani dinde zorlash yo'q degan oyatni tushirgan Allah subhanahu va taala Sur Nurda ve onundan başka sure Mücadele'de nurgun surelerde nimini bayan kıldı dese Sure Ahzab'da müminlerinki Allah'ın buyruğunu tallaş ihtiyarının yokluğunu bayan kıldı. Bu kuruk dava okudu uçakta. La ikraha fid din dini. Allah Kur'an-ı Kerim'de din zorlaş yok depti o. Onda oğan diken ben halisam namaz okuyma, halisam okumayma, halisam hargışıma, halisam onu kılma, bunu kılma digellik ço. Dese kuruk dava oludu. Nime şu an? Dese şu la ikraha fid din diyen ayetini düşürgen Allah subhanahu ve taala وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Her kandak bir mümin ayalga Allah subhanahu ve taala bir işki hüküm kıysa bunundan özünün halıgını kubul kılıp halıgını kubul kılmaslık ihtiyarı yok. Bundak tallaş ihtiyarı yok. Kandak bir mümin olsun ayal olsun Allah asi buldiken Allah'ın katlık azabı bu mümin bu insanga dep Allah subhanahu ve taala muş ayet şu alahid bunu gösterdi. Sure Nur'daki yani bir ayette ve izâ du'u ilallahi ve rasûlihi liyahkume beynehum izâ feriqun minhum mu'ridun. Eğer Allah'ın Resulüga ulanın arasındaki işlağı hüküm koyuşka çakasa ula kanda kılıdı dese ula ço bunun yüz eriydi yeni valıdı dep bulan ço alahidi söktü. Bizning Qur'oni Karimning hammasi kimning imanın ba deydigan dava buldiken her kandak bir müminning aş la ikraha fid dinni bilgendek şundakla Allah subhanahu ve taala'nınki sizin ihtiyarlığınız yok, tallışınız yok. Allah'ın buyruğuna siz boysunuşunuz bu vacip. Bulmasa sizge eğer şu ceza kalırsanız digenini mi bölüş lazım. Bu niminin süpütüge okşaydı, nimge okşayıp gidiyor dese bu Yahudi'ninki bir gipi var. Kur'an-ı Kerim bunu bizge hikaye kılan, bizge sözlep bergen. Nimi degen dese ola? Ve qalet taifetun min ehlil kitabi aminu billezî unzile alellezîne amenu vechhen nehâri ve kfuru âhirehu leallehum yerci'un. Üzü men musulman dep turup şeriat çekligen işinin hemmisini kıldıgan. Men musulman dep turup şeriat buyurgan işini kılmaydigan insan ço asli maksud nima dese başka musulmonlarni dindi şeklendirip dinden çıkarışqa davet qilishdan chaqiriq qilishdan boshqa narsa emas. Şomuş ayette Allah subhanahu Yahudininki bu sözünü Allah bizge bayan qilib Yahudiyelden bir grup kişiler qanday qiladi desa sizlar atiganda o Muhammadning deganiga iymon keltiringlar. Atiganda va ya sening gaping to'g'ri ekan biz sana iymon keltirdik danglar. Kech bo'lgancha o gapinglarga taniveninglar va yolg'onchi ekansan emasmi sen danglar. Aynda qilsanglar maqsad nima bunda qilishdan bo'lgan desa haqiqiy to'g'ri yo'ldagi mu'minlar aynda qilsanglar yo'ldan chiqadi. Muhammadga ergishishdan ondan yenib oladi deb bularning mushu qabih so'zini Qur'oni Karim bizga so'zlab berdi, bizga bayon qildi. Demak, bugungi kunda mushunda quruq davoni qilib, masalan, men musulmon deb turib munkarning hammani qilish, men musulmon deb turib Alloh buyurganning hech qaysini qilmaslikcho desa, ashna bilan hech qanday farqi yo'q bir nuqta. Xo'sh. Allah razı olsun. Endi keldik bizningki cemiyetimiz yoki Uyg'ur musulmonlarining ichiga. Hammamizga ma'lum, elhamdülillah Uyg'urlar yana tarixdan buyon musulmon xalq. %99% hatta 100% Uyg'urlar bo'ldi ekan o'zini musulmon hisoblaydi. Ayni shaklda faqat namoz o'qimaydiganlar emas, ya'ni yilda bir qatim, ikki qatim hayit namoz o'qiydi. Ama mushundaq insonlarningki bir qismi ba'zi vaqtda islomningki yani ma'lum qismlarini e'tirof qilmaydi hozir deb o'tgandek. Buni hamda masalan qanday tushunamiz hamda yana bu qanday bo'ldi? Masalan
Bularga qanday tavsiye var yoki? Biz Aynı şekilde hem de hazır günümüzde çıkıvatıdı bunu tekrar uçuklasak. Mesela Müslümanlık davası kılıdı. Bazı akasılardan bekrak mollam vakti gelse. Ama şunda durup bazı yazmalarda, kılgan sözleri de bula şu silah hazır degendek şu la ikrahe fid-din degan oyatni xato tushunagandek yani dinga zid narsalarni yozadi, shunday tashviqotlarni video ig'zoki qiladi. Shunday ahvollar jamiyatimizda xususan sosyal medyada yuz berishga boshladi. Bugungi programni qilishga sababchi bo'lgan asosliq nima shu savollarningki sababimi. Endi bularni qanday tushunish kerak? Bularga nima tavsiya qilamiz? Dinning uçuklamasi bu vaqtdagi uçuklamasi nima? Bu vaqtda biroz tafsilroq tushuncha berib o'tsalar. Yani bu televizor ko'ruvchi bizni taqib qilayotgan qarindoshlarimga bir nimasi bo'lsa, bilgisi bo'lsa, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Endi ba'zi masalalarni shunda biroz tafsili ochmasak bo'lmaydi ekan. Biz burundan her qandaq ishda jinglik lazım. Yani bir insan özününki tanlap manğa yolunda samimi bo'lish lazım. Rastçıl bo'lish lazım. Bu samimilik, rastçıllık hatta hata yolda olsa mı mümkün galbi gelip berişi. Özünün prinsipiga tanlagan yoluga sadık bolsa, rastçıl bolsa dünyada hata yolda olsa mı nurgun insanlar hayatını çok galbi kılıdı. Bunun samimilik gerek, rastçıllık gerek. Biz Müslüman deb özümüz Müslüman, halkımız Müslüman. Bu Müslümanlıkta rastçıl buluşumuz lazım. Mening en hayran kaldığım yerim nima dese, hazır bizning vatanimizda Xitoy kommunistlarininki dinimiz qarta qandaq hujumlarni qilayotganligini hammamiz anglayapmiz, ko'ryapmiz, bilyapmiz. Bular bir insan mesela o'zi Uyg'urcha so'zlaydi, bizga o'xshash bir insan diniy davası yok. Zimin davası yok bolsa vatanda erki yaşamdı yo'qmi? Yaşaydı. İnanç erki yaşaydı. Nurgun adamlar hazır neçe milyon adam vatanimizda o'zining diniy e'tiqodidan yiroq holda ve shundaqla zimin mazimin meninkiti deyishdan iborat mush haqiqatni tunmagan yoki tunmas serish orqali yashayotgan nurgun insonlar erkin. Hazır Xitoy Uyg'ur xalqiga, Sharq Turkiston xalqiga birdan bir zulm qilayotgan sabab nima desa, birinchisi bularning asli kimligini, şu zimin davasını qilishga sabab bo'layotgan narsa nima desa, bularning dindorligi. Shuni bilib qoldi. Shuni bilganlik uchun mushlarni dindan chiqarsak, bular o'zini biz bilan bir farqlilik deb his qilmasa, bu chaqda zimin davasını qilmaydi ekan. Degan planni tuzib, shuning uchun birdan bir asosli hujum boshdan tortib zada dindarlar bilan boshlandi. Dini bir insonning musulmonligini uqtirdigan alomatlarga hujum qilish bilan boshlandi. Kishilarning diniy erkinligini, dinga bo'lgan e'tiqodini eg'ir cheklash bilan boshlandi. Bugunga qadar bu shundoq davomlashib kelyapti. Bu chet eldiki burun mesela diniy e'tiqodi bor, dinga amal qilgan musulmonga hujum qilgan bo'lsa, hozirgi sharoitda udul din qilamsa oshkora udul boshladi hujum qilishga. Yani mushu chet eldiki vatan davası qilimiz davatgan meyli yazg'uvchilar bo'lsin, meyli har xil sohadagi ahlilim, siyosat arboblar bo'lsin. Bular millatninki asli kimligi bo'lgan diniga ve şu kimlikni saqlab qolishga tarixdan buyan alohida bir kuch qo'shayotgan millatning diniy qimmat qarashlari, millatning kimligiga hujum qilsa, buni ayblisa, so'qsa buni, kamsitsa, o'zining Xitoyga ma'lum tarafdan o'xshab kelayotganligini his qilmamdigandi bular. Mesela bunu bir har qanday bir o'ylanish kerak. Yani bugünkü kunda mesela butperestlikning gapini qilayotgan, uni qilayotgan. Hozir masalan Xitoy Xi Jinpingning ya uning buning suratlariga xalqni sajda qildiryapti.
hürmetlaysan man deb çoqundirib atır. Mavzudunga aşında qıygan. Yani şundaq butparastlikka Xitoy tashviq qilyapti. Mushundaq tuğan bir kunda tep tatmasdan millatning aqidasi, millatning qimmat qarashi, kimligini qat'iy ko'zga ilmasdan butparastlik yoki uning buning tashviqotini qilib yurishdan. Buning nima foyda kelib chiqadi masalan? Vatan davosi qanchalik foydasi bor buning? Bunun g'arazi nima zodi? Uni yani bu meselelarda her qanday bir aql egisi bunu o'ylanish lozim. Men vatan davosi qildim degan bana bilan millatninki kimligi, millatning diniga hujum qilish, u zulm qilayotgan Xitoy bilan farqi nima buni? Masalan, bu insonlarning va har qanday o'zining ko'nglida hatto dinga masalan ma'lum qalbidan e'tiqod qilmaydi. Qalbida bir rostchilik bilan e'tiqod qiyg'isi yo'q. Qanday sababdan kalliq to'shab ketgan har xil shubha gumonning sababidan bo'lsin yoki Yevropa madaniyatlari bak yiqib ketib masalan biz bu Yevropalikdek bo'lgan bo'lsak balkim bu kun qammasdik deb o'ylagan bo'lsin. Bu xiyolni ishda saqlash kerak. Haqiqiy rostchil da'vo egisi bo'lsa. Vatan davosini qilman deydigan odam bo'lsa, musulmonlikdan bu haliqi bu o'zininki dinga bo'lgan qarshi e'tiqodi ya qarshi fikr tushunchalarini xalqqa tashviq qilishning o'zicho desa ig'ir bir musibat bu. Qattiq ig'ir musibat. Shuning uchun hech bo'lmadi deganda xalq musulmon xalq. 1000 yildan o'shuq 1100 yildan oshdi bizning xalqimiz musulmon bo'lib islom qonuni, islom davlati bilan necha asr yashag'li. Nurg'un hatto O'rta Osiyoga islomni tarqatishga, islom madaniyatini gullantirishga har tarafdan as qo'shgan bir xalq. Mushunda xalqning davosini qilayotgan ekan, bu o'zi nim bo'lishdan qat'iy nazar hatto bu xalqning qimmat qarashini, bu xalqning diniy e'tiqodini hurmat qilish lozim. U o'zini kommunist bilan o'xshash o'rinda qo'yib, xalqning diniga, qimmat qarashiga hujum qilmaslik lozim. Vatan davosi yoki xalq millat davosi qilsa, lekin o millatninki diniga, aqidasiga qimmat qarashiga hujum qilsa, bu zidliqamdir. Buni ayıplash, yani nima foyda olib keldi masalan? Yani hozir masalan nima sababchi bo'ldi masalan bu masalalar? Faqat men o'ylayman qanday niyatini Alloh o'zi biladi bu insonlarningki, mush fikrlarni o'tirib qo'yayotganlarningki. Lekin bu xalqimizni büyleşke, özara bisimizni fikri, ideoloji, ekim peyda olap, özara kamçılaşık sebep buludu. Xitayga bo'lgan qarışlık hareketini parçalaşık sebep buludu. Bunundan başka hiç kanda bunun faydası yok işler. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala doğru dini erkinlik ba dedi. Sen dinge itiqat qilish qilmaslik erkinliging ba dedi insonlarga qarta. Lekin bu halqa faqat mani qilsaqim bo'ldi ekan, mani qilsaqim bo'ldi ekan degan erkinlik emas, balki sen agar kufrning yo'lini tanlasang, bunun cezası var. Ma dünyada bo'lmasa qiyomat kuni bor. Allah Kur'an-ı Kerim'de nima deydi o desa, mesela bir insan o'zininki itiqadini tanlash erkinligini berdi, lekin shuni bilan birgacha qandaq bir odam siz ma kufr itiqadini tanlasangiz, mesela faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kal-muhli yashwil wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Xaligan adam mümin bo'lsin. Tahdid bu asla. Xaligan adam mümin bo'lsin. Xaligan adam kafir bo'lsin. Lekin kafir bo'lganligiga biz mandaq davzaxni tayyor qildik. Ular usab ketib suv desa, manda zaharlik ularning yuzlarini ko'ydirib turgan mushunda suvni berimiz deb tahdid selavatdi. Jazosini yana bayon qildi-da birga. Ha, jazosini bayon qildi. Mas'uliyat va ish bu. Xuddi bu nimga o'xshaydi desa, bir o'qituvchi o'quvchilarga emsa ma darsni obdan muzokir qilsangiz qildingiz, qilmasangiz shu o'zingiz biling deydi-ku masalan. İmtihanda ko'rishimiz. Ha, o'zingiz biling degani imtihonda o'tanmasangiz, sinib ko'chanmaysiz, manda jazo qilasiz degan gapim. Endi mishada bir savolni so'ram qiladi-da. Masalan, oyatda bayon qilgandek, kufrlikni o'zi qabul qildi, uning jazosini Alloh boshqa shaklda bayon qildi.
küfürlükni kabul kılmadı, lekin musulmonlikni musulmon bo'ldi, qabul qildi, keldi, da'vo qildi, lekin endi şu ikkinchi masala. Dinni mazoq qildi. Bunga hujum qildi. Bunun hukmi nima? Küfürlükni hukmini bayon qildik. Buningki jazosi yoki hukmi nima bo'ldi? Buni Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda şu münafıqlar qarta. Bu münafıqlik endi. Yani men musulmon deb turib, dinni mazoq qilish, dinning hukmlarini masxir qilish, bu nima desa, munofiqlikniki. Bizda munofiq desa faqat Xitoyga josuslik qilganni munofiq deb tushunib qoldigan xatolik. U bir munofiqlik tabiiy holda, lekin ma'vo dinni masxir qilishning o'zi, diniy hukmlarni masxir qilishning o'zi, musulmonlarni shu orqali masxir qilishning o'zi desa, munofiqlikning alomati bu. Allah Qur'oni Karimda munofiqlikningki sifatlarini, bularningki naqadar nacharligini, axloqining naqadar buzuqligini bayon qilib, bunun alaqı Sure Tevbe'de bir ayet var. Bula vay andaç mandaç deb müminler hakkında qalaymıqan gap tartdı. Bunun asli adeti. Muşu vaqalikni bayon qilib bo'lgandan keyin nima degan desa, qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Bijnima desa, biz ular nima deydi desa, inna kunna nakhudu va nal'ab. Voy nima ish qilmanda qilasiz desa, voy biz menda o gapni bir qilib qo'ygan. Asli e'tiqodimiz unda emas, e'tiqodimiz unda buzuq emas, biz shunda yaxshi musulmon. Fakat bir kallamızga kelgan fikrini deb qo'ygan deb javob berdi bular. Buna munofiqlar deb bulab, uning keyin cho desa, qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Sizlar Allohni, Allohning rasulini, Allohning oyatini masxir qilib o'tamdinglar. Shuni zanglik etib o'tamdinglar. Deb keyin cho desa, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Sizlar iymon etib bulab, biz musulmon deb bu dinga kirib olib, keyin kafir bo'lib ketdinglar. Endi quruq qiliqqa hujjat, paket yoki o'zir qo'yib jumanglar deb shu bularni qattiq tahdid solgan. Shuning uchun har qanday bir inson agar o'zi men musulmon deydi, musulmon deb turib, Allohning ma'lum hukmini Qur'oni Karimdagi hadis yoki sahih sog'lom hadis masalan, sahih hadislardagi ma'lum hukmni musulmonlar zodi mavu küfürlük bilen musulmonlikning alomati deb belgilengen ishlar var. Mushundaq muhim ishlarni, muhim shariatning hukmini mazoq qilsa, buni masxir qilsa, Qur'oni Karimdagi ma'lum oyatlarni masxir qilsa, bu kafir bo'lib ketadi. Shuning uchun agar mushning o'zining kafir bo'lganligini bilib turib ayda qilgan bo'lsa, bu kafir bo'lib ketadi. bilib turib qilsa. Agar bilmay qilgan bo'lsa, bu og'ir gunohkor, darhol tavba qilish lozim. Bu vatan davası yoki bu xizmatlar bilan bu dinni men ajoyib hayron qolayotganda suqashtirishning nima ahamiyati, nima foydasi bugungi kunda? Bugungi kunda xalqning qimmat qarashini hurmatlagan asosda hamma odam shu zaminni azod qilish uchun, zaminni qutqizish uchun harakat qilish lozim. Zolimga qarshi turish lozim. Tajovuzga qarshi turish lozim. Bundaq kunda xalqning qimmat qarashi, diniy qarashlarini masxir qilib, uni ayıplab, sükab, Xitoyning qilgani yetmamdi bizga mesela. Xitoyning qilgani haddidan ziyoda eshib ketyapti. Shunga har qanday bir inson o'zini men musulmon deydi ekan, o'lgandan keyin tirilish bor deydi ekan, darhol bu haqiqatni tunish lozim, tavba qilish lozim. Allah subhanahu va taolo chuqum men o'lsam mendan hisob oladi degan nuqtani har doim nima yozsin, nima so'zlasin, bunu o'ttirib qo'yib, andin yozish lozim, andin so'zlash lozim. Agar bilmasa, masalan, hozir sizlar deb bilmay qilib qolsa, bilmagan narsa kirmaslik kerak, yoki uni arashtirib izlanish kerak, bildiganlardan so'rash lozim. U bilmagan narsani nima deb deydi? Butun dunyoda insonlar o'zining haliqi bugungi kunda hamma odam o'zininki ma'lum taxassusni hurmat qiladi. Doktor doktorligini qilish lozim deydi masalan. Advokat advokatligini qilish lozim deydi. İlla dini meselemdi.
Diniy masalalar kelganda yazgıcı olamdı, nima olsa hammadan kirib qalayımqan özünün fikirlerince o'ttir qo'ydigan ishjiq. Nima uchun desa, ma dinninki hozir alqi qo'g'daydigan bir siyosiy kuch bo'lmay qolg'achqa, mushunaq jur'atlik bo'lib ketdi nurg'un insonlar. Lekin ulamni unutib qolganlik bu, shundaqli hisobni unutib qolganlik pat yaqinda buniga eg'ir hisob beradigan bir kun keldi. İnşallah bu yani diniy sahadagi bo'lmaganlarninki dinga keliverishi, bularga fatvo pish masalasida inşallah altimizdagi programda to'xtalamiz. Yana bir masala so'g'im qilyapti. Yuqorida dedik hamda dinga uchuq Allohning kitobiga, hadisga yoki biror farzlarga hujum qildi, ya'ni inkor qildi, uning jazosini bayon qildik. Yuqorida o'tgandek ama musulmonlarni mazoq qildi masalan. Buningki nimasi uchun jazosi yoki hukmini buningki musulmon turib, ya'ni o'zining musulmon qarindoshininki har xil bir banoyi sabablarni ko'rsatib, buningki kiyimi, boshqa bir o'lchamiga tushmaganlikdan uni mazoq qildi. Bu haqda qisqacha. Bu Qur'oni Karimda Alloh bizni umumyuzlik nimaga buyurgan desa, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum va la nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Deb mush oyatda er ayol bo'lsin, hech kishim shu birsini mazoq qilmaslikqa, masxir qilmaslikqa buyurdi. Mushunda qiyganlarnicho mush oyatning o'zida zolim deb sifatildi oxirisida. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ve men lem yatub fe ulaike humuz zalimun dedi. Mushuna masxir qildi masalan, musulmonni masxir qildi, uning kiyimini masxir qildi, mengish turishini masxir qildi. Masalan, umumiy yani musulmonni hamda musulmonning umumiy yashash nizomnomasi, kiyim kechigi, shakli yoqmadi. Buni masxir qilgan bo'lsa, o'zi men musulmon deb turib, bizning mushu kungi qilishimizga mushu musulmonlar sababchi dedi ya. Deb ashunda qardi masalan. Bunda olgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mush oyatda bu insonlar tavba qilsin dedi. Agar tavba qilmasa, bular zolim dedi. Bu zalim deganlikning o'zi nihoyat ig'ir musibat hamda. Ala la'natullahi ala zalimin yana bir oyat. Allohning la'nati zolimga bo'ludi dedi Alloh Qur'oni Karimda. Demak, mu'minni, musulmonni masxir qilishning o'zi shu inson buni darhol tavba qilib, shu masxir qilgan kishilardan afv so'rmasa, bu insonning zolimligining dalili. Bu zolim Allohning la'nati qirdi. Allohning la'natiga qolgan inson dovzaxga kirdi. Agar ma dunyoda, agar musulmonning kuchulab, davul tuğlab, musulmonning o'z obro'yini qo'g'daydigan ish bo'lsa-ku, buni jazolaydi. Hozir masalan, nurg'un davlatda bir raisni ayblasa masalan, ya ma'lum qozini ayblasa turmuq sulaydi. Nima uchun amaliy kuchi bor. Uningdan qo'rqib nurg'un insonlar raisini ya buni rasmiy qonunga tushib qoldigan yerga apiribchi uni ayblamaydi, jazo so'kmaydi yoki masxir qilmaydi. Kichikkinam hayot dunyodagi ozg'ina yillik turma yoki iqtisodiy jazodan qo'rqib. Lekin Alloh subhanahu va taoloninki la'natiga uchrash orqali mangulik dovzax kirishga jur'at qiladi. Bu nihoyat aqlsizlik, nodonlik. Shu islom davosida rostchil emaslikninki dalili isboti. Shuning uchun har qanday bir inson, bir musulmon ashna masxir qilgan bo'lsa, buni tavba qilish lozim, musulmonlardan afv so'rash lozim. Agar unda qilmagan taqdirda bu zolimlarning qatoridan bo'lib ketadi. Nurg'un taraflari Xitoy zolimlariga o'xshab qoladi. Yani yuqorida o'tgandek, masalan, dinning ma'lum qismini inkor qilgan, qabul qilmaganlar bilan musulmonlarning qimmat qarashiga, musulmonlarga hujum qilishningki jazosi o'xshash, ya'ni hisobda. U alohida Qur'oni Karimda bir oyat Alloh subhanahu va taolo nim degan desa, "Kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim va shahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat." deb bulab ulayka humuz zalimun dedi mushayat. Yani bular hidayet kelgandan keyin degan iymon aytgandan keyin iymon aytdi. Allohning rasulining rostligiga ishondi. Qur'oni Karimga ishondi. Allohdan kelgan butun vahiylarga ishongandan keyin bular kafir bo'ldi.
Hemmisiga tandı yoki qisminiga tandı. Hemmisiga tanish shart emas. Masalan, Qur'oni Karimdagi bir oyatga tansa kafir bo'ladi. Hamma Qur'onni tanish lozim emas, ya'ni kafir bo'lish uchun. Bir oyatga tansa kafir bo'ladigan gap. Bu Allohning so'zi emas, men qabul qilinmadim buni desa, bu odam kafir bo'ladi. Mushundaq bo'lganlar kim o desa, bular zolimlar, azg'ullar dedi. Deb bo'lib, ulaika alayhim la'natullah. Mana bu yuqoridagilarga Allohning la'nati bo'ladi. Allohning azobi bularga deb tasvirladi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun har bir insoncho Sharq Turkistonlik musulmonlar alohida o'ylanish lozim. Yani Söz qilganda, bir narsa yozganda, ma dunyoda hozir bizning davlatimiz yo'q, musulmonning kuchi yo'q, xususan bizning kuchimiz yo'q. Ma dunyoda mumkin jazolanmay ketishi. Lekin qiyomatchi chuqum bor. O'lgandan keyin tirilish bor. Shuning uchun o'ylash lozim. Mushuni o'ylagan vaqtda bir musulmonni haqorat qilishdan, kamsitishdan yoki islom dinini kamsitishdan o'zi men musulmon deb turgan odam chuqum to'xtay oladi, chuqum yanadi. Allah razı olsun. Endi keldik en ahirki noktaga, muhim savol. Endi dinni öz razılığı bilan qabul qildi, kirdi. Dinga kirib bo'lgandan keyin yuqorqi deb o'tgandek ishlarni sodir qildi. Uningdan o'tib, yana dindan chiqdi hamda. Tamam, men islomdan chiqdim, mening islom bilan ishim yo'q deb nazbillah buni nima qildi hamda. Dindan chiqdi. Bu shunday kirib bo'lgandan keyin dindan chiqib ketish haqqi bormi bu insonningki? Agar shunday chiqib ketib qolsa, buning hukmi nima? Aynı şekilde İslam shunday insonlarga bekitgan jazo nima? Bu jazo qanday uyg'unladi? Yani kimda tatbiqlaydi buni? Bu haqda qisqacha tushuntirib berasizlar. Allah Qur'oni Karimda yuqorida deyilgandek dinga boshda kirish kirmaslik erkinligini berdi. Kirgandan keyin bu dindan xolis chiqib ketadigan, xolis qoladigan erkinlikni bermadi. Bu nuqta hammamizning kallasida aniq bo'lish lozim. Bak muhim nuqtamış. Bu chunki bundaq bo'lganda bu din nimga aylandi desa o'yinchiq aylandi. Xalaganda kirib, xalaganda chiqadigan. Xalaganda kirib, xalaganda chiqib, xalaga odam chiqadigan. Ma'lum bir ishni, masalan, ma'lum xristianlik bor. Biz onu bildik. Hristiyan mesela Ortodoks mezhebede ayolninki dini taraftan yani talaq qilish haqqi yo'q endi. Bu muqaddas bağlanish deb qaraydi, shuning bilan talaq qilishga bo'lmaydi. Ajrashishga bo'lmaydi. Shuning bilan bular qanday qildi desa, Hristiyan bo'lsa, musulmon bo'lib turib, islomga kirib turib, kelishanmagan ahutullah. Uningdan keyin andan talığını elip, ajrışıp, İslam kanunu boyunca, bu mu şu bazı İslam Arap ellerdi bu ahvalım. Onundan keyin yani şu yüzünki asli diniga qaytidamdi. Ma'lum bir mushkil xafalıqdan chiqish uchun. Xuddi shuningdek bu har qanday bir davlatda bu bir dinga kirish deganlik nima desa, mening umumiy so'ygam umumiy düşmanligim mush din asosida bo'ladi deganlik. Buni kirdi, chiqdi. Bugun musulmonda at Hristiyan bo'ldi masalan. Bunda olsa bu o'zining so'ygi, nafrati, muhabbati hammasini tegishtirgan bo'ladi. Tegishtirgandan keyin tabiiy holda buningga islom shariati yo'l qo'ymaydi. İslam dini yo'l qo'ymaydi. Hatta bütün dünyadaki nurgun devletler mi yol koymaydı? Ma dini meselede tamam dinge igi olduğun kuch olmagachqa yol koygan bilen mesela qaysi bir devlette mesela qatnash kanuni deyler. Qatnash kanuniga xalgancha xilovlik qilib, uningdan keyin men jazoga uchramasligim lozim. Chunki men erkin. Ma yo'lning o'ng tarafi bilan menishim erkinligimda, sol bilan menishim erkinligimda deb diyalamdi bir odam. Diyolmaydi.
Onundan başka nurgun iqtisadi muamilde olsun, başka savdo setiq işlerde olsun, her kandak devlette ma'lum tuzilgan kanun var. Şirket kuruştu olsun. Bir adam şirketin kude, o şirketine bol takıyta yağımız men. Deplam işini itip çıkıp gidelim da. İşini itip binadan öydün çıkıp gitişi mümkün. Lekin bunun kanuni mesuliyeti ta aş kanunun aldığı verip takmagıcılık ona. Aş o bajları uçu buçu hemsi gelden kelip durdu. Bu insan umumi yüzünün hayatıda, gündelik hayatıda, meniş duruşuda, ma'lum bir devlet yaşışıda, o men bu devletin kanunuga boysunmaslık erkinligim ba. Nemiş kıysam kılime dep yaşamaydı o. Her kanda insan aynda deyse akılsızken ma o nim dep yaşaysam siz mevade deydi o. Nim üçün deyse maddi ceza var bu yada. Maddi ceza boğaçka hemmi devlette amal kılıp bu devlet yaşavatkan fukrala halganç yaşaytım digen uslup boyunca yaşamaydı. Lekin din hikayende çoğu deyse hazır aşındak bu dinninki ilgisi olmagaçka şuna bunu oyunçukka aylandırgan insanlar yok emas. Şunun üçün bu meselegi qarta bunu iki xil noktaga ayırış lazım. Birinci biz yukarıda dedik dinde mecburlaş yok dedik. Bu bir emmi musulmanlar itiraf kıldıgan yani dine kirişke bir adamın musulman bulusan dep mecburlaş yok. Mecburlap kirgen bolsa mu bu rastçıl samimi bolmaydı demdi bunun neyse. Şu mecburlangan güç yo'qolsa derhal o'zining asliga qaytadi. Bir insan mesela musulman bu murtat oldu. Mesela din malum şeklendi, şeytan azdıdı, havayisi evsiga geçti, dinden çıktı. Lekin bunu hiç kişim bildirmey. Üze, üyde yaşadı, cemiyette yaşadı, köngülde bildi. Muşundak yaşagan bolsa İslam dini hem bir Müslümanlardan malum xuddi mektep okuçularından intam elip sınıp küçügendek vaqt belgilep koygan emas endi. Madem Müslüman emas intam elip bolunu sınap turunglar dep unda buyruk yok. Bizden biz umum Müslüman dep bilsek onu Müslüman dep bilimiz endi. Unda bolgandan keyin aşında üzü bilen üze dinden çıkıp ya murtat olap mesela yaşıda hiç kişim bunu bildiğimi de cemiyet hiç kandak bunun selbi tesirini his kıldığı de bundak yaşayan bolsa bu devzhi buludu ölse devzahti mengu kalıdı cezalındı kıyamet günü. Mesela deylem de bir Uygur Avrupa'ya bağlı aslı Müslüman ayada durup Hristiyanlığın ki dininin tesiri uçurap Hristiyan oldu. Lekin onu üzü bildi yani kalbide. Üzü bildi. Hiç kimge ben Hristiyan o bu dep. Başkalarını teşvik kılmadı. Kalayını kançılık terişka. Bunda oğan bolsa bu devzak kirdu cezanındı kaçan kıyamet günü. Allah Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kandak bir adam mümin bolgandan keyin, Müslüman bolgandan keyin dinden çıksa, murtat olsa, şu murtat bolgan halda ölse, kafir olap durup ölgen bolsa, bunun İslamdan ilgiri kıygan bütün yaxşılıkları baka bolup gitidi. Dünya ve ahirette o kıygan yaxşılıkның hiç kandak mukafatıga erişemeydi. Bu kişiler, bundak adamlar devzak kirdi dedi. Devzak kirdi dedi. Bunun cezası cehennem. Lekin bu birinci türü birinci türü yani bir insan murtat oldu, üzü bilen üz yaşadı. Xuddi bu mesela kalbideki iş oğaçka itikat diyen kalpti dedik emas mı? Kalpteki iş oğaçka bu bunu uqtumu demdi. Üzünün kafir boğallığını, murtat boğallığını uqtumu de cemiyetke hiç kandak selbi tesir kösetmedi. Cemiyette fitne qozğumidi. Başkalarını üzünün bu hata itikadıga çaqamidi. Ve şundakla şu Müslümanlığın düşmanları bilen işbirliği qumidi. Ziyayı yetkizmidi. Dini karşı hareket qilmidi. Bunda bozşo bu devzixi vurdu. Cehennemde kıyamet günü azaplanıdı. İlgir ki bunun kıygan her kandak yaxşı olup kessin hemmesi baka olup gidiyor. Nemi sebep bilen? Murtat boğallık sebep bilen.
Ondan ikkinchi turi cho desa, ikkinchi turi xuddi payg'ambarimizning din keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuning zamonida va uningdan keyin necha qatim yuz bergan murtad bo'ldi. Ve şundakla başkalarını özünün bu hata itiqadıga çaqadı. Hata yoluğu çaqadı. Musulmanlığını ya İslam dininin bir kısmını zade men bunu itiraf kılmayman dep bu meydanını ilan kıldı. Yani İslam devletiga musulmanlarga meydan oku demandakça aytkan. Bunda olsa şu dese bu cezalındı öldürüldü. Tevbe kılmasalam. Yani tutkandan ki yak men qaytdim, tevbe kıldım. Dese, tekrar yani İslam qaytsa o erkinlik var. Lekin şu özünün meydanında çıng tutsa, xuddi Musaylamet ibn Kezzab'ның ergeç kişileri ve Ansi nurgun adamlı çıkan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun zamanında Muhammed peygamber olsun, men peygamber dep çıkan, bunun ergeçkelli olgan. Bu fakat mutaessiplikten özünün kabilesiga, özünün yutluğa mutaassiflik qilganlikdan hatta shu chaqda Kazzabu Rabi'a ahabbu ilayna min sadiq mudar. Yani qabila hamdi. Bizning o'zimizning jutlig'i ya o'zimizning qabilasidagi yolg'onchi odam boshqa qabiladagi rostchil odamdan bizga nisbatan yaxshi degan mush tushuncha bilan nurg'un arablar shu chaqda murtad bo'lgan. Bu murtad bo'lganlarga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu urush ochgan, urush e'lon qilgan. Shuning uchun İslam kanununda bu bugünkü günde nemge okşitiş mümkün bu ne dese devlet haini okşitiş mümkün. Yani bir İslam cemiyeti bunun Müslümanlar cemiyeti var, Müslümanlar devleti var. Bundak bir devlette murtad olab özünün başka bir dinine kirip mesela andın özünün dinine başkalarını çakırış, başkalarını davet kılış, başkalarını ulanın dini da şek taşlaydıgan her xil gap söz iş hareketini qilishning o'zi mush davlatni vayron qilish, davlatni fitnaga tashlash, xalqni o'zaro urush qilish va shundaqla bu davlatning dushmanlari bilan mush davlat yashaydigan musulmonlarningki dushmani bilan shu hamkorlashishning o'zimdi bu. Bugungi kunda buni insonlar nima bilan ifodalaydi desa davlat xoini, vatan xoini deymiz. Vatan xoinlarininki erkinligi bormi har qanday davlatda? Dese hech qandaq davlatda erkinlik yo'q. Hech qandaq davlatda vatan xiyonat qilgan bo'lsa, bo'pti o'zining erkinligi demaydi hech kishim. Uni chuqum vatan xoinining kallasini urdi. Har qanday davlat. Hatto demokratik davlat ildimi? Biz erkin, hammadan erkin degan davlat ildimi? Davlat xoini degan mushundaq bir tuhmat bilan bir adam jazolansa, isbotlanib, chuqumcho ya buni o'lim bor yoki mangulik turmi var mesela ölüm cezası yok devletlerde. Lekin köpünç devlet şu ölüm var. Mesela biz bugün günde Uygur degan muş dava bilan bizning vatanimizdagi komünist itiqadini qabul qilib, komünist bo'lib Xitoy bilan yashayotganini, Xitoy bilan hamkorlashayotganini, bizning xalqni boshqarishga Xitoyningki kuch orqali his qo'shayotganini nima deymiz? Vatan xoini deymiz. Onu özünün erkinliğe o hizmet kıptı, maaş yaptı, devlet tuttu demdik. Ya ki vatan haini bizim düşmanlarımız vakti gelsin bunun cezalaş lazım demdik. Elbette aşınaq deyimiz. Bizim vatanımızdaki halk ne? Mesela Müslüman halkını kim arkalık başkuruvatır desek komünist, şu komünist itikadını kabul kıygan, komünizmini söygen, nurgun, men Uygur deydigan, Uygur sözleydigan insanlar bilen başkuruvatır o. Bunu biz Uygur olgan diken deplam onunki xiyonatni biz qabul qilolmaymiz. Uygur iken bizga o'xshash, rangi o'xshaydi ekan, tili o'xshaydi ekan. Voy bizning jutlig'imizda, ya bizning tuqqunimizda deb masalan kommunizm bilan Xitoy bilan hamkorlashib bizning xalqqa zulm salayotgan insonni biz bir millat ekanmiz deb uning qat'iy jinoyatini biz yo'q chiqarib masalan hiç qilmagandek muomala qilishimiz lozimmi, uni jazolashimiz lozim. Jazolash kerak. Albatta uni jazolash lozim. Xuddi shuningdek islom jamiyatida musulmonlar ichida dindan chiqib murtad bo'lib murtad bo'lganligini boshqalarga da'vo qilib, boshqalarni shu o'zining xato yo'liga chaqas shu desa, bu shu Xitoy bilan hamkorlashgan shu zolim, shu kommunist bilan, kommunist Uyg'ur bilan hech qanday farqi yo'q. Bu
vatan haini cezalangandek çokum cezalanish lazım. Çünkü a vatan haini maddi taraftan milletke ziyan yetkizdi. Maddi taraftan ziyan yetkizdi. Ma murtat oğalıcı manevi taraftan ziyan yetkizdi ve şundakla ziyan yetkizdi çünkü mesela bizning vatanimizda komünizmni qabul qilmagan bo'lsa bizning shu kadrlar. Komünizm itiqadini qabul qilmagan bo'lsa azaldan, kommunist kelgan vaqtda uni chavash-chalib qarshanmagan bo'lsa, voy kommunizm tuzum degan bu obdan tuzum deb bizning shu inqilob mas'ullarining ichidanmi kommunizm bilan ta'sirlanganlar. Komünizm tuzumi bilan ta'sirlanib qag'achqa, voy bu yaxshi tuzumgan deb qag'achqa bizning vatanning kommunistning quliga tushishiga alohida as qo'shgan ahvollar yo'q emas ba. Agar shular kommunizmni mushundaq tunum alaqi yaxshi deb tunib uni e'tiqod qilmagan bo'lsa, balkim bizning vatanimiz mustaqil yashab qolish ehtimolligi bor. Yoki Xitoy bizni bugun bosh qilgandek bosh qurolmaydi. Umumiy xalqimizda kommunizm degan zot bu xato e'tiqod. Bu kommunizmga qat'iy kirmaslik kerak. Buning bilan qat'iy hamkorlashmaslik kerak kommunistlar bilan. Bu islom diniga zidlan bir ko'z qarash deb tunigan bo'lsa, ma bugungi ahvol meningcha cho'qim bo'lmaydi. Shuning uchun millatninki moddiy haq huquqini qo'g'dash qandoq zarur bo'lgan bo'lsa, bu millatninki ma'naviy haq huquqini qo'g'dashimiz uchun shundoq zarur. Chunki ma'naviyat yo'qolgan vaqtda moddiy huquq cho'qim yo'qoldi. Bizning bugungi kun qilishimizda bizning ma'naviy tarafdan qimmat qarashlarimiz yo'qolganligi, kommunizm har xil xato iddia bilan ta'sirlangan, shuni qabul qilgan nurg'un insonlar bo'lganligi uchun mushkul qilyapmiz. Endi keldik. Yani İslam'daki hükmü eğer bir insan murtat oldu, dinden çıktı, onun hükmü cezası öldürüş. Öldürüş başkalarını şu yüzünün hatayını davet kılgan bolsa. Kılgan bolsa. Endi keldik bu öldürüş degen bu hükümlü cezanı kaysi şaraitta yoki kaysi şartda astıda kimler icra kılalaydı? İslam bu hükümni kimning icra kılışıga ruhsat kılgan yoki hukukunu bergen. Bunu bir uçuklaş gerek hamda şu. Bu nayetde inçke muhim noktalarning biri. Çünkü bizning işimizde İslam dünyasida yaqindan beri yuz bergan ahvollar nima desa, bir adam bir malni ya bir jutni egallasa, mayli lükçegligi bilan egallasin, mayli o'zining ma'lum qurol kuchi bilan egallasin. Shuning bilan mishadi men islom davlati qurdim deblam, andin o'ziga qarshi adamilni chiqib, ba'zisini murtad deb, ba'zisini yana bijnim deb kallasini oldigan mushunaq ahvollar ko'payib qoldi keyingi vaqtlarda. Bu shariatga tubdan zid ish bu. Biz yuqorida jiq ta'kidladik. Bu Qur'oni Karim Payg'ambar alayhisolamning so'zini umumiy tushunishimiz lozim. Xo'sh. La ikraha fid din. Dinda tanlash, zo'rlash, zo'rlash yo'q degan oyatni mu'minlarga nisbatan cho desa, va ma kana lil mu'mini va la mu'minatin bilan jo'g'lab tushunish lozim. Mu'min bo'lgandan keyin tanlash ixtiyorim yo'q ekan deb tushunish lozim. Xo'sh. Xuddi shuningdek hüküm bir mesele, yani ma murtad yoki ma deb hüküm chiqdi. Bu hükümni kim icra qildi meselesi. Bir adam mesela bugungi kunda qaysi bir davlatda ma'lum bizda o'g'irlik kirdi, bir adamning mol mulkini o'g'irlab oldi. Uni keyin tutib oldi. Tutib olgandan keyin ma o'g'irlik qilgan deb uning quloqlarini ya putlarini kessa, qaysi davlat buning yo'l qo'ydi? Uni hukuk aldığı bağımı, yasakçılık aldığı bağımı. Sakçılık almayı, sotkılık almayı. Yüzülam malum cezanı kıysa bunu kanun cezalı mı yak mı? Umu cezalı. Elbette cezalaydı. Elbette cezalaydı. Bu devletçilik diyen bu. Yani hiç kanda adamın ki derhal malum bir tecavüzlükka ya ki malum bir hak hukuk depsendi kılınsa vay men üzemlan bu meselenin hal kılıtım deyish haqqi yo'q. Biz Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda nurg'un oyatda Alloh subhanahu va taolo va anihkum baynahum bima anzalalloh va la tattabi' ahwaahum. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sen ular arasida, ya'ni musulmonlar ichida Allohning hukmi bilan, Allohning kitobi bilan hukm qilgin.
deb xitob kim bo'layotir bu yerdagi talab desa payg'ambarimizga. Payg'ambarimiz kim edi? Davlat mas'uliyati. Xo'sh. Davlat mas'uliyati. Rasulullohning zamonida mayli o'g'irlik qilib, mayli zina qilib, mayli qanday adam jinoyat qilib qilgan bo'lsa, sahobildim bizcho, ma o'g'irlik qilgan deb qo'lni kesgan, zina qilgan deb uni rajm qilib yo qamchilagan hech qanday ahvol yo'q. Hammasi Rasulullohning oldiga elib keldi. Munda qildi deb. Rasulullohning oldiga kelgandan keyin ondan payg'ambarimiz-cho buni jazolaydi yoki boshqa bir aylanni jazolashga buyurdi. Xo'sh. Mush ahvol mayli Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu va ta mush xilofat o'rilgichilik bo'layotgan ahvolchi mushu. Ya'ni qonunni ijro qiladigan o'rin bu hokimiyat bo'lishi lozim. Xo'sh. Davlat bo'lishi lozim. Sud bo'lishi lozim. Shuning uchun olimlarimiz masalan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi degan hadis var. Faman lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' fa bi qalbihi ve zalika adhaful iman. Qandaq bir odam bir xato ishni ko'rsa, buni qo'li bilan o'zgartirsin degan. Mushin nima degan olimlarimiz? Qo'l bilan o'zgartish hokimning haqqi, ya'ni davlatning haqqi yoki davlat belgilagan qozining haqqi. Xo'sh. Qozining haqqi. Til bilan o'zgartish jo desa, olimning haqqi. Olimlar til bilan o'zgartiradi, ya'ni til bilan nasihat qiladi, til bilan to'g'rini ko'rsatadi degan. U unda olmagancha desa, bu qonunni qanday odam xohlagancha ijro qiladigan bo'lsa, bu bir o'rmonlik o'xshaydi. Ya'ni hayvonlar jamiyatiga o'xshaydi. Hayvonlar jamiyatida kun kuchli bo'lsa, shu hammani boshqaradigan, hammani izirgan ahvol va xuddi shuningdek insonlarning jamiyatimi shu, ya'ni kuchli odam o'zining haqqini ola oladi, ojizlarning haqqi dafsanda qilinib shu meniverdi. Shuning uchun olimlarimiz umumyuzlik bu jazoni ijro qilish uchun birinchisi sulton bo'lish lozim, davlat bo'lish lozim yoki davlat belgilagan shu sultonning noibi bo'lishi lozim. Bular bo'lmasa jazoni ijro qilishga bo'lmaydi. Bular yo'qib qolsa bugungi kunda musulmonlar nima ish qilish lozim desa, musulmonlar shundaq shariat ijro qilinadigan davlatni vujudga chiqarishga tirishchilik qilish lozim. Davlatni qo'lga keltirishga tirishchilik qilish lozim degan. Shuning uchun bizning bugungi kundagi mas'uliyatimiz nima desa, paloni murtadkan yo paloni fosiqkan deb unga jazo kelib, kesib, paloni munofiqkan deb uni manda qilamiz deb bu chet elda o'ltirash chepish bilan emas bizning dardimiz, balki shu davlatimizni olsak bo'ldi ekan. Shu shariatni ijro qilish uchunmi davlat lozim ekan. Erkin yashash uchunmi davlat lozim ekan. Biz kimligimizni qo'g'dash uchunmi davlat lozim ekan degan bu haqiqatni tunishimiz lozim. Davlatni qo'lga olmay turib, davlatni tutmay turib, nurg'un shariat hukmlarini, xususan had, ya'ni shariat belgilangan jazoni ijro qilish mumkin emas. Har qanday hech qanday bir insonning jazoni men o'zim ijro qilaman deyish haqqi yo'q. Agar unda deyish shu bu tajovuz qilgan bo'ladi, jazoni. O bir xatoni jazolayma deb texmi cho'ng xatoni keltirib chiqadigan bir qalaymi qanchalik yo'l chiqqan emas. Payg'ambarimizning zamonida ya Rasululloh men zina masalasini. Masalan men 3 adamni ya 2 adamni ya ko'rdim, masalan ya 5 adamni ko'rdim, ayolim bilan zina qilayotganligini. Men uningga qolgan guvohchilikni ekilib, masalan, voy men zina qilib o'tibdi, mening guvoh qo'yinglar degicha, u ishni tugatdi. Men buni kallasini olib jazolasam, uni o'ltirsam degan vaqtda nima degan desa, sen uning bilan o'ltirilsan. Nimani dastlandi qilganliging uchun. Ya'ni sen bu yerda masala nima desa, haliqi u bir xato ishdi. Xato ishni ko'rgan odamning xatoni qilgan odamni o'ltirish haqqi yo'q. Uningdan keyin shariat buningga nimani belgiladi desa, guvohchini ekkib bo'g'ini bo'lmagandan keyin mulaana degan oyat mushundan tushgan. Ya'ni er ayol o'tirisida bizga rostchil, sen yolg'onchi deb qasam qilish. Uningdan keyin bular mangu ajrashib ketish.
Lekin şu ergimi çoğu dese derhal öldürüp itiş şu vakitning o'zida haqqi yo'q. Bir insonniki. Manda desa obro'yini qo'g'dash bu muhim ish. Obro'yini qo'g'dash qachon desa shu tajovuz qilaman degani shu odam bor masalan. Shuni qo'g'dash imkoniyati bor. Qo'g'dash yo'lida mayli o'lib ketsin, mayli qarshi tarafni o'ldirib etsin, u tajovuz yo'lida. Bu ayrim masala. Lekin avuço ayrim masala. Buni mushu inchik taraflarini yaxshi tushunib muomala qilish lozim. Allah razı olsun. Başka sorma tügüde. Başka meseleler inşallah. Yine bir kıtımda kirayla. Rahmet Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon görgücü kandaşlar. Sual ve cevap namlı programımız müşahede ahırlaştı. Kilaqatınqi programlarda uçuruş ümidi bilen hemmelerine Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdım. Hayırlı hoş aman bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.